Azizlar, mana biz o'tdik endi Italiya tomonga. Mana bayroqlari. Xudo xolasa. Bu Italiyani postlari. Telefon sekin yashiramiz. Italyanistlar. Mumkin emas. Mana shu post tunneldagi ketdik mana Italiyaga qarab, Xudo xolasa. İtalya hududiga kirdik. Ya'ni buongiorno. Sekin Alp tog'laridan tushib boramiz va qorlardan xalos bo'lamiz. Ketdik İtalyada, bismillah deb. O'tib oldik eson-omon tunneldan. Endi bu yoqqa faqat olg'a. İtalyanlar mana shu Alp tog'larining atrofida yashash sharoitlari yaxshi. Nima deydi? Havolari xuddi bir Shveysariyaga o'xshab ketadi. Uylarini, fasonlari ham o'sha Shveysariyaning uylariga o'xshab ketadi. Keyin o'sha pastga tushganingizdan keyin issiq, bardak Italiya. Shunaqa. Yevropada menga yoqmaydigan mamlakat Italiya. Juda bardak. Lekin mana shu tog' hududlari juda ham go'zal. Aslida juda go'zal. Deralardan tushib ketyapmiz, xudo xolasa pastga qarab. Yo'llarini lekin chiroyli qilib qo'ygan mana. Tabiat wow prosta. Bu joyda qattiq ham qish bo'lmaydi, sovuq ham unaqa bo'lmaydi. 0 2 3 juda qattiq sovuq bo'lsa 5 gradus bo'ladi. 5-6 gradus bo'ladi. Unaqa 15-20 degan narsalar umuman yo'q bu tomonlarda. Xullas, kanatkalari mana toqqa qarab chiqib tog'larga borib, aylanib kelasiz kanatkalarga minib. Biz mana shu tunnelga kirar ekanmiz. Ana shunaqa azizlar. Yo'llari juda ham tor Italiyaniki. Juda bir-biriga chambarsiz bog'lanib ketgan.